Qadim zamonlardan inson osmonga yetish urinishlaridan voz kechmagan va bu o'lchamning ahamiyati yo'q degan mashhur tasdiq. Albatta, binolarning balandligiga taalluqli emas. Texnologik yangilikning paydo bo'lishi uchun asosiy yo'nalish bo'lgan osmono'par bino har doim quruvchilar uchun o'ziga xos qiyinchilik bo'lib kelgan. Bugun biz tarixdagi eng ulug'vor binolarning evolyutsiyasiga e'tibor qaratamiz. Filadelfiya ma'muriyati binosi 1901-yilda qurilgan bo'lib, balandligi 167 metrni tashkil etgan. Filadelfiya ma'muriyati binosi 1901-yildan 1908-yilgacha dunyodagi eng baland osmono'par binosi bo'lib, birinchi zamonaviy bino edi. Eyfel minorasi bundan mustasno. Dunyodagi eng baland bo'lib qurilgan. Shuningdek, bunday rekord o'rnatgan odamlarni joylashtirish uchun mo'ljallangan birinchi dunyoviy bino. Osoklar binosi 1908-yilda qurilgan. Bino 186 metr balandlikka ko'tarilib, dunyodagi eng baland bino bo'lgan. Ammo atigi bir yil ichida Nyu-York osmono'par binolari tarixini deyarli butun 20-asr davomida boshlagan. Sayyoradagi eng baland binolar faqatgina Nyu-Yorkda quriladi va faqatgina bir-biri bilan raqobatlashadi. MetLife Tower Nyu-Yorkdagi eng baland bino bo'lib, 1909-yildan 1913-yilgacha eng baland bino bo'lgan. 213 metrlik osmono'par binoning dizayni Venetsiyadagi Sankt-Mark cherkovi dizayniga juda o'xshash. Bundan tashqari, bu sayyoramizdagi 50 qavat balandlikdagi birinchi osmono'par binosi bo'lib, binoning yuqori qismida 4 ta ulkan soatlar mavjud bo'lib, ularning siferblatining diametri 8 metr bo'lgan. Keyingi rekordchimiz esa Woolworths Building binosi. 230 metrlik belgini yengib o'tib, yer osti inshootlarini tortishish markazlarini himoya qilish tufayli 17 yil davomida yer yuzidagi eng baland bino bo'lib kelgan. Mustahkam poydevor yaratish texnologiyasi tufayli mumkin bo'ldi. O'sha paytda uning narxi 13,5 million AQSh dollariga teng edi. Bristol Building. Bristol asoschisi Walter Percy Eyfel minorasining tepasida joylashgan bino qurish g'oyasi bilan ovora edi. Buni amalga oshirish uchun 319 metr ustuni o'zgartirish kerak edi. Va avtokonsernning rahbari bo'lganligi sababli, ya'ni binolar avtoulov usulida bezatilgan, metall parchalari bilan, shu jumladan ichkaridan bezatilgan edi. O'sha paytda bezatish uchun bunday metall miqdori know-how edi. Osmono'par bino imperiyasi davlat qurilishi tezda bu mamlakatni 41 yil davomida boshqargan Chrysler binosini tezda ishdan bo'shatdi va bino osmono'par so'zning sinonimi bo'lib, Nyu-Yorkning ramziga aylandi. Unda filmlarda, shu jumladan taniqli King Kong ham orzularini amalga oshirdi. Uning mashhurligi kundan kunga ko'tarilib, aniqrog'i 381 metrgacha ko'tarilgani ajablanarli emas. 1973-yilda qurilgan Willis Tower 252 yil ichida dunyodagi eng birinchi baland bino bo'lib, 442 belgisini buzdi. Bugungi kunda osmono'par bino dunyodagi eng baland toza ofis kompleksidir. 1998-yilda qurilgan Petros minoralari 152 metr balandlikda Osiyo poygasi boshlanganligini e'lon qilgan birinchi natija bo'ldi. Natijada g'arb osmono'par binolari butun hayotini yo'qotdi. Minoralar yaratuvchilarining ulkan yutug'i 172 metrlik balandlikda ko'prigi mavjudligidir. Ushbu balandlikdagi ikkita binoning xuddi shunday o'tish joyi dunyoda birinchi marta yaratilgan. Tayvan poytaxti 2004-yilda qurilgan yana bir Osiyo yotoqxonasi Taipei Brisbane ko'plab rekordlarga ega bo'lib, balandligi 500 metr, jami 509 metr. Dunyodagi eng baland tom, eng baland turar joy va dunyodagi eng tezkor liftlari yengib chiqadi. Dunyodagi eng mashhur, eng baland bino bu taniqli Burj Khalifa, Birlashgan Arab Amirliklarining boyliklarining timsoliga aylandi. 2010-yildan beri 828 metrli gigant dunyodagi eng baland bino bo'lgan va shunday bo'lib qolmoqda. So'zlar ortiqcha, u dunyodagi eng mashhur bino bo'lib qolmoqda va bu haqda faqat dangasa eshitmagan bo'lishi mumkin. Keyingi kilometrlik bino nima bo'ladi degan savol arablardan qolmoqda. Jeddah Tower va 1300 metrlik Dubai Creek Tower eng jasur loyihalari hali ham qurilmoqda. Ushbu loyihalarni 2020-yilda yakunlash ko'zda tutilmoqda. Ammo biz bu binolarni tayyor qulab ko'rish nasib etadimi yoki yo'qmi, buni faqat vaqt ko'rsatadi.